Farishtalarning ichida eng kattasi Jabroil alayhissalom ekan. Boshi 7 qat osmonning tepasida, oyog'i 7 qat yerning tagida. O'shanda zot 300 ta qanoti bor ekan. Qanotini yozsa yer yuziga qopqa qo'yib qolar ekan. Qanoti bir-biriga o'xshamas ekan. Xudoga aytdi: "Ey Alloh, mendan ham chiroyli mahluq yaratganmisan?" dedi. "Yo'q, faqat seni yaratdim" dedi. O'sha Jabroil alayhissalom shuni shukronasiga 2 rakat namoz o'qidi. Birinchi rakatida o'ng oyog'ini qo'yib, chap oyog'ini ko'tarib 20 ming yil turdi dedi. Ikkinchi rakatida chap oyog'ini qo'yib 20 ming yil, 40 ming yilda bitta oyog'ida 2 rakat namoz o'qidi. 40 ming yil ketdi. Boshini sajdaga qo'yib: "Ey Alloh, ojizlikman qilgan ibodatimni qabul qil" dedi. Xudo aytdi: "Ey Jabroil, rost ibodat qilding, seni ibodatingni qabul qildim. Sendan keyin hech kim bunaqa ibodat qila olmaydi. Magaram oxirgi zamonda Habibim Muhammad alayhisalomning ummatlari keladi. Ular qancha tashvish bilan, o'ylar bilan, quloq qoqib qo'yib pulini sanash bilan, tahoratida shikastalik bilan ozgina daqiqada 5-10 daqiqada 2 rakat namoz bomdodda o'qiydi. Seni 40 ming yil o'qigan namozingdan o'shalarda 2 rakat namoz menga yaxshi. Mahshar degan bir vodiy bo'lar ekan. Allohim hammani o'sha joyga to'plab qo'yar ekan. Mahshardan jannatga ko'prik tortilar ekan, ko'prik. U ko'prikni oti Sirot ko'prigi ekan. U ko'prik qildan ingichka ekan, qilichdan o'tkir ekan. Ko'rgan mo'min dod devorar ekan. Dod. Onam tug'masaydi, dunyoga tug'ilmasaymidim, shu ko'prikdan o'tamanmi? Hazrati Eshoni Sofonlayor aytadilar. Jahannam uzra bir ko'prik erur aning oti Sirot otlik guzargoh. Qilichdan tez erur qildin ingichka, pushaymonlar tushar o'shal kun ichga. Qabrga yolg'iz qolganda ahvolimizdan xabar olish uchun 2 farishta gurzi bilan kelganda Parvardigor holimizga tashlab qo'ymagin, qabrimizni munavvar qilgin. Parvardigor olam, o'zingning azamatingdan, qahringdan, gunohlaringdan qo'rqamiz, azobingdan qo'rqamiz. Parvardigor olam, qabrga tushganda, munkar nakirlar gurzi bilan kelganda, ilonlar bizlarni azob berishga kelganda, qabr bizni bir siqib qo'yganda, Parvardigor olam bizlarga rahim qilgin. Parvardigor bizlarni kechirgin. Dunyoda o'rtoqlarimiz ko'p, qabrda hech kimimiz bo'lmaydi.